Albatta videoni oxirigacha ko'ring. Uy sharoitida tayyorlashda zo'r va mazali chiqargan pitsa retsepti bilan bo'lishaman. Pitsa uchun mo'ljallangan unga muzdek suv solamiz, chala qilib xamir qoramiz, ustini yopamiz va 15 daqiqaga olib qo'yamiz. Dro'ja, olivka yog'i, tuzini solamiz, xamir qorishni oxiriga yetkazib qo'yamiz. Suyuqroq va elastikli pitsa xamirini dumaloqlaymiz va xona haroratida 40 daqiqa davomida qoldiramiz. Pitsa xamirini 250 grammdan qilib dumaloqlab, maxsus idishga solib, bir kechaga xolodilnikka olib qo'yamiz. Bu vaqt davomida xamir dam oladi va ideal darajaga yetib keladi. Sous uchun pomidorni ozroq qaynatib olib, po'stloqlarni olib tashlab, tuz, murch, oregano, shakar va rayhon qo'shamiz. Yaxshilab ezib olamiz. Pitsa uchun jonliqni o'zligi so'yishadigan ishonchli Aizon kompaniyasidan dudulangan kolbasalarni yupqa qilib kesib olamiz. Tinib olgan xamirni jo'xori un yordamida shunaqa dumaloq qilib qo'lda yoyib olamiz. Maxsus dumaloq idishga yoki listga qo'yib, pomidorli sousimizni sepib, parmezan pishilog'i, mozzarella sepamiz va Aizon kolbasalarini bir tekis qilib taxlab chiqamiz. Pitsa uchun qancha baland gradus bo'lsa shuncha yaxshi. Bizning duxovkamiz 250 gradusda pishirib beradi. Albatta tayyorlab ko'ring yoki tayyorlab beradigan yaqinlarga jo'natib qo'ying.